Assalomu alaykum. Alaykum. Biraja, zerikib qolmadingizmi? Nima deysiz? Zerikdim, aka. To'g'risini aytaymi? 12 so'mga o'tirdim chempiondan keyin. Voy, Nexus 3 mi? Bu nima balo bu devordim-da. Onasini esa taxtada, aka. Aka va'da qilgan edimi? Silaymga yetib beraman deb. Oq bergim kelmadi. Siz uchun yangi qorasini organizatsiya qildi. Qalbingiz rangidan. Kiyim, ashi. Bir hafta endi jonni olasiz. Turmushim qorayib ketdi onasini ham. Aka bu shayton arava. Ha, ehtiyot bo'lish kerak. Ha, 0 dan 100 gacha 4,5 sekund. Gaz pedalni ehtiyot bo'lib, adaptatsiya qilib olguncha o'rganib olasiz. Keyin yog'ini o'zingiz bilasiz. To'g'ri. Bilganingizni qilasiz keyin. Bo'ldi, tushundim. Xullas, bizda ko'rmaganni ko'rgani qursin, ko'ra olmaganlar kuyi bo'lsin degan rubrika davom etadi. Men shunchaki xolis haydovchiman, yana bir marta aytaman, chambari, choynakni qopqog'i, yana kimdir emasman, shunchaki bir oddiy xolis haydovchiman. Shuning uchun obzorlarda полоса удержания, yana nimadirlar. Yo'q. Men shunchaki haydayman. Yo, zor deyman yoki ya Fulmitsin ekan bu deyman. Xullas, mana shunaqa gap. Og'ayni kuzatib borasizlar, xudo xolasa, yaxshi yomon tomonlarini bo'lishib boraman. Men uchun hozirgi paytda yomon tomoni Luka yo'liga. Lekin преимуществоsi qattaligini qidirib topishga harakat qilaman. Agar haqiqatan Abdumalikdan obzor qiziq bo'lsa, Abdumalikning profilida kuzatib borsangiz, to'g'risida ham bo'lishib boraveradi. Keyin bir haftadan keyin yana yig'ilamiz-da, so'rayman o'dzifni. Nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi. Menimcha yoqadi. Qandoq bor, shundoq bo'ladi. Og'ayni, ishoning. Rostdan shunaqa.